Bugungi Ahmad dodani mehmonlari Karim aka Ko'kkari qiroli, Bag'da mana Hamid aka Mallabayev. Bularni qo'shuvlanishib maza qilishdik yoshlikda. Mana hozir endi mana Karim akaga bitta zo'r qo'shiq qildirganmiz. Xudo xolasa bitta aka chiroyli aytib beringchi. Boburjonni g'oyasi bilan Karim polvon haqida siz haqingizda O'zbekiston qiroli haqida qo'shiq qilmasa bo'lmaydi deb qoldilar. Bo'ldi, men shuni tarafdoriman dedimda shu qo'shiqni bir ko'plat aytib beraman. To'ra qo'rg'on o'g'loni, Namanganning polvoni, Karim polvon chavandoz, uloqchilar sultoni, rahmat sening otangga, rahmat jumladan senga, senday polvonni tuqqan, ming ofarin onangga. Endi davomini safar ishtasizlar, keyin ishlaymiz. Butun bitganni qo'shib bomba chiqqan qo'shiq juda ham. Xudo xolasa qo'shiq ham yirtqich chiqqan. Zor. Ahmad doda lamallardan bitta yeymiz. Buni ham reklama qilib ketamiz-da. Bo'ldi.